Cemaat hazır bizning ataklı artistimiz, milletperverimiz Askar Efendi silab jibara. Her vakitdagi ixlos ko'ngildan ig'tibor bilan tinglagiz, umrlik istakonlariga rahmetigiz. Aziz millettaşlarım, elbette mınday zor bayramni nasıl şunday 15-20 kişi bilan uzduru ul o'zi ağır aybirlarning birisi. Lakin bir aybir minda sizga bo'lgan hurmat bir vaqtda da kiyinmadi. Chunki mana men ko'ram, siz bütün ko'nglingiz, yonig'iz bilan bizning millat uchun, bizning davlatchiligimiz uchun bir narsaga qaramishi, bir kimni tinglamishi, o'z fikri bilan yashab turgan kishilarsiz. Sizning olda shigish yasaganda qabatlanmas uchun, yo'q so'zlar söylemas uchun narsa aytirga bilmay obtirab turasın. Chunki sizning har biringizning o'z fikri, o'z ma'nasi, o'zining anglavi bor. Konstitutsiya degashdan albatta bayram etib o'tkazishga kerak. Lakin o konstitutsiya bitganin anglarga tegish kishi anglasın, ko'rsin, nechik yo'qqa chiqardilar o konstitutsiyani. Hamanın bizga hozir foydasi bormi hali? Yo'qmi? Shuni anglatabildirga kerak bit. Shuni anlatib o'zingizning tuganlaringizga anglatirga kerak. Cemaat, ko'rasiz, turmush bek qatlovlandı. Hali bizning bunday holda bo'lganimiz yo'q edi. Narsa aytashim kela. Bizning tilni bitiruv ul Tatar xalqin bitiruv, yo'qqa chiqaruv, onun kelajagini bitiruv. Millet olarak yo'qqa chiqsin, uruslashsin ham bitsin degan fikr bilan Putin shunday ishni boshladi. Bu bizning uchun eng zo'r baxtsizliklarning birisi. Agar da biz millet olarak minglagan kishilar bo'lib Qozon uranlarına chiqmasak, biz o'zimizning kim ekanini isbot etmayapmiz. Biz o'zimizning nindi millat, nindi kishi ekanini isbot etmayapmiz. Ul tilni bitiruv degan so'z Tatarlar orasında bir-biriga hurmatni yo'qotuv degan so'z. Chunki bir yozalar, Tatarlar bizga Tatar tili kerakmi? Bizga urus tili kerakdi. Abrevler ayta yo'q. Benim tugan tilim var, men tugan tilim haqına o'lsam o'lam, lakin o'qiyim dey. Ko'rasizmi? Nindi zo'r qarshilik. Shu qarshilik bizning millatni tarqata. Men endi so'zlarimni aytdim, lakin bir aybir sizga adımlarda qaragansizdir endi. Bu Robert Minullinning shi'ri tilin sotqan Tatarga niga Tatar bo'lib tulding? O'z tilingda kerakmagash, balangni ham uningni o'z tilingga yuratmagash. Yo'q, Tatardan tug'magansың, sen o'ynashdan tug'ansыңdir. Yo'q, sen bizga tugan tugil, sen urusqa tugansыңdir. Sen satasın neslingni, hem anangni, hem atangni. Xudoy g'afu etmayacak. Sen ishlagan bu xatoni. Naq mana sening ishlar shu kunga iltdi bizni. İlsiz etdi, tilsiz etdi, miskin millet etdi bizni. Tek senin ko'k manqurtlar o'zine zo'r gunoh ola. Agar tugan tilsiz qolsang, shu qinasingina qola. Ayda, shu qinigiz, shu qinib ket. Mening xalqim tilsiz qolmas. Qolmayacak. Tilsiz Tatar bo'lmaganni ul baribir anglayacak. Tatarlığı
көп татарның бар қалбінде. Сенің түбік татардан Ирақ болсын қабіріңде. Әлбәтте, бір-бірімізге құрмет болмағанда, бір-бірімізді зұрламағанда, бір-бірімізге тоянмағанда, ұшанмағанда, біздің келешек ауыр болашақ. Чөнки балалар шулай болса, бұл татар деген милләтнең мин келешегін күрмим. Инде барыгызга да бик зур рәхмәт, вакыт табып килгән өчен. Чөнки һәрбер кешенең үз вакыты бар. Әле ярый, кар яумады, яңгыр яумады. Исән сау, сезнең белән тагын күрешергә язсын.